Qiyomat kunida Alloh taolo har bitta haq egasini haqqini olib beradi. Aka, uyingizda ishladim, ishni zo'r qildim, kamchiligi yo'q bilasiz, pulimni bermayapsiz. Siz bilan urushib talashgani meni kuchim, quvvatim yetmaydi, siz falonchisiz. Bersangiz dunyoda olaman, bermasangiz qiyomatga qoldi, assalomu alaykum deb ketaverasiz indamasdan. Chunki iymoningizning quvvati bor-da, nasib qilgan bo'lsa shu dunyoda olasiz. Bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Chunki Allohning va'dasiga ishonasiz. Siz jazoga tushmaysiz, bermay qo'ydi. Alloh taoloning oyatiga iymoni komilda bunaqa bandani. Astagfirullah. Va nada'ul mawazinal qista li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz deyapti Alloh taolo qiyomat kuni uchun adolatli tarozini qo'yamiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Va kafa bina hasibin.